5 toifa ayol borki, Sirot ko'prigidan o'ta olmay qolishadi. Bu ulamolar so'zlari albatta oyat va hadisga tayanib aytgan so'zlaridan. Birinchisi noshukr ayol. Eri oilasi uchun ishlaydi, ter to'kadi va topganini olib keladi. Ayol bo'lsa hayotidan norozi, turmushidan, yeb-ichishidan noliydi va erning qalbini og'ritadi. Ikkinchisi o'z chiroyini boshqalarga ko'rsatishga moyil. Ko'chaga chiqsa yasanib, boshqa erkaklarni o'ziga rom qilish uchun atirlardan foydalangan ayollardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday ayollar haqida aytgan boshqa so'zlari ham bor. Uchinchisi chaqimchi ayollar. Odamlarni bir-birlari bilan urushtirib qo'yuvchi yoki shunga sabab bo'luvchi, erini aka-ukasi bilan yoki opa-singlisi bilan urushtirib qo'yuvchi ayollardir. To'rtinchisi o'zini boshqalardan ustun yoki maftunkorroq sanab, o'zgalarning ustidan kulgan ayol. Zero Alloh taolo tashqi ko'rinishga emas, balki qalbiga qarab ajratadi. Beshinchisi onaligini unutgan, xotinligini unutgan, namozini, uy ishlarini unutgan vijdonsiz ayollardir. Alloh saqlasin. Ayollarga insof, erkaklarga g'ayurlik bersin. Agar ayol soliha bo'lmasa, ixtiloflar, janjallar ko'payadi. Erkak axloqiy va diniy jihatdan orqada qoladi va farzandlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yana agar erkakning soliha jufti bo'lmasa, u dinida zaiflashishi, dunyoviy ishlarda